Implanon spirali nima u? Ko'pchilik hozir shu savollarni berishmoqda. Men Go'zal Ahrarovna, 10 yildan ortiq stajga ega ginekolog shifokorman. Keling, sizlarga hozir implanon spirali va oddiy spiral haqida ma'lumot bermoqchiman. Implanon spirali bu xuddi o'zimizni oddiy spiralga o'xshab homiladorlikdan saqlaydi, 100% saqlaydi. Va bundan tashqari implanon spirali matkaga emas, balki qo'lga qo'yiladi. Farqi shunda. Implanon spiralini qo'lga qo'yganimizda qon ketib qolishi, og'riqli muolajalar bo'lishi yoki bo'lmasam spiralni siljib qolganga o'xshash belgilar kuzatilmaydi. Yaxshi taraflari shunda. Kelinglar, hozir men sizlarga spiralda minus taraflarini sanab beraman. Spiral bachadon ichi spirali bo'ladi. Bachadon ichi spirali matkaga qo'yilganida ko'pchilik ayollarda qon ketish, spiral siljib qolishi yoki bo'lmasam spiral tushib qolishi ham kuzatiladi. Bu spiralni minus taraflari. Implanonda-chi minus taraflari bormi? Implanon odatda qo'lga qo'yiladi. Qo'lga terini ostida ko'rinmasdan turadi, hech qanday belgilar bermaydi, ish faoliyatida ham umuman xalaqit bermaydi. Yaxshi, ya'ni spiraldan yaxshi tarafi implanonni o'sha sanab o'tganimiz siljib qolishi, tushib qolishi yoki qon ketkazish alomatlari implanonda umuman kuzatilmaydi. Implanon spiral odatda homiladorlikdan saqlash maqsadida qo'ygan bo'lsak, yana yaxshi tarafi implanon spirali miyomasi bor ayollarda, adenomiozi bor ayollarda davolash maqsadida ham qo'yiladi. Oddiy spiralda bo'lsa, bunday xususiyati yo'q, ya'ni faqatgina homiladorlikdan saqlash maqsadidagina qo'yamiz. Oddiy spiral qo'yganimizda, ya'ni oddiy spiralning ham har xil turlari bor. Kumushli spiral bor. Kumushli spiral ko'proq bizga ko'p vaqtga, ya'ni 10 yilgacha homiladorlikdan saqlash maqsadida qo'yiladi. Implanonni minus tarafi biza qo'ygan hozirgi implanon spirallar 5 yilgacha sizlarni homiladorlikdan saqlab beradi. Mana bu kumush spirallarimiz 10 yilgacha homiladorlikdan saqlaydi. Hozirgi kunda ko'pchilik implanon spirali rak keltirib chiqarmaydimi yoki bo'lmasam gormonlarimni buzib yubormaydimi degan savollar berishmoqda. Implanon spiral umuman rak keltirib chiqarmaydi va ayollarda gormonlar buzilishini olib kelmaydi. Hozirgi kunda implanon spiralini qo'ydirish jarayoni haqida juda ko'p bemorlarimizdan Telegram orqali savollar tushgan. Ya'ni implanon spiralni qo'ydirganimizda og'riqli muolajami, undan keyin bemalol uyga ketsa bo'ladimi degan savollar yo'llashgan. Implanon spirali yaxshi tarafi, ya'ni oddiy spiraldan yaxshi tarafi ham implanon spiralini xohlagan paytda, ya'ni hayz sikliga bog'liq bo'lmagan xohlagan paytingizda qo'ydirishingiz bo'ladi. Implanon spirali 5 daqiqada og'riqsiz qo'lga qo'yiladigan jarayon. Undan keyin bemalol uyingizga ketsangiz ham bo'ladi. Hech qanaqangi asoratlar, hech qanaqangi nojo'ya ta'sirlar kuzatilmaydi. Hozirgi paytda miyomasi bor bemorlarimga ham implanon spiralini qo'ydim. 3 oy, 4 oy bo'ldi. Ularda kuzatuv natijasida o'sha miyomalari razmeri kattalashmagan, o'sha razmerda turibdi. Lekin bularga aytilgan miyomasini oldirib tashlash kerakligi aytilgan. Hozir biz bu implanon spiral bilan miyomani razmerini o'sha razmerda ushlab turibmiz. Bundan tashqari spiral qo'ydirgan bemorlarimizda spiraldan qon ketish juda ko'p bo'lgan. Bularda spiralni olib tashlab implanon qo'ydik. Mana hozirgacha ularda qon ketish umuman kuzatilmadi. Kelib tekshiruvlardan o'tib turishibdi. Hayzi normada, qon ketishlarsiz kelyapti. Sizda ham shu va shunga o'xshash muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bachadon spiralini siljib qolishi, bachadon spiralidan qon ketish yoki bo'lmasam bachadon miyomasini olib tashlash tashxisi qo'yilgan bo'lsa, yangi avlod spirali implanonga o'tish vaqti keldi. Hoziroq shaxsiy ginekologingizga murojaat qiling yoki bo'lmasam pastdagi nomerlar orqali bizga bog'laning.